Assalomu alaykum. Bugun siz bilan ko'pchilik duch kelgan, lekin to'g'ri yechimini bilmaydigan muammo qora nuqtalar haqida gaplashamiz. Bu video orqali quyidagi 3 ta savolga javob olamiz. Birinchi savol: qora nuqta o'zi nima va u qanday paydo bo'ladi? Buni tushunish uchun siz buni bilishingiz kerak. Teri o'zidan yog' bezlari orqali sebum ishlab chiqaradi, ya'ni yog' ishlab chiqaradi. Bu yog'lar chang hamda o'lik terilar bilan aralashib, poralarni to'sadi. Xuddiki axlatxona omboriga o'xshab qoladi. Agar po'ralash tozalanmasa va juda ham ochiq bo'lsa, havodagi kislorod bilan oksidlanib, ular qora tusga kira boshlaydi. Shuning uchun uni black heat deb atashadi. Ikkinchi savol: qora nuqtalarni qanday qilib yo'qotish va uni oldini olish mumkin? Qora nuqtalarni yo'qotishni formulasi juda ham oddiy: tozalash, namlantirish hamda himoya qilish. Agar qora nuqtalarga vaqtida chora ko'rilmasa, ular ugrilarga aylanib ketadi. Qora nuqtalarni yo'qotish uchun odatda AH yoki BH kislotlaridan, niasinamid yoki har xil loyli maskalardan foydalanishadi. Agar sizda qora nuqtalar haddan ziyod ko'p bo'lsa, professional kosmetolog tozalash muolajasi kerak bo'ladi. Uchinchi savol: qanday xatolarga yo'l qo'ymaslik kerak? Birinchisi, siz qora nuqtalarni hech qachon qo'l bilan siqmasligingiz kerak. Ikkinchisi, ignalar yoki kichik halqalar yordamida qora nuqtalarni tozalamaslik kerak. Uchinchisi esa yulib oluvchi qora maskalardan foydalanmaslik kerak. Bu tozalash vositalari yuzdagi qora nuqtalarni ketkazishi mumkin, lekin terining tabiiy namlik balansi hamda terining tabiiy himoya baryerini ham buzib yuborishi mumkin. Agar yuzingiz juda ham ta'sirchan bo'lsa va ugrilar allaqachon paydo bo'lgan bo'lsa, bu holatlar qat'iyan man qilinadi. Shuningdek, professional kosmetolog tozalash kursini ham ugrilari bor insonlarga tavsiya qilmaymiz. Endi siz mana bu qora nuqtalardan qanday xalos bo'lishni bilasiz. Kanalimizga obuna bo'ling. Bu birinchisi ham, oxirgisi ham emas.